Keyin trendga chiqqan yerda bir televizor bor, shuni ko'rsatacakman. Ekrandan urgan vaqtda ko'p televizorlar lipirdak qiladi. Bizning do'konda podarki, sadarki degan narsa yo'q. Bizda arzon bahada bo'ladi. Zavod narxida chiqarib beramiz baholarni. Ham hozir ko'pchilik podarki qo'shib beraman, podolka deyinchasini podarki qo'shib beraman, televizor qo'shib beraman bu vaqtdan beri. Lekin u berga ayningdan olib berga yamaydilar. Bizda bunday narsa yo'q. Bizda arzon bahada solishtirib ko'rib kelaverasizlar. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Xudo xolasa 2025-yilda Bitoy texnika olaman deb yurgan obunachilarimiz uchun bugun 4 kilimizdagi O'ktam Texnoga yetib keldik. Xudo xolasa sizlarga shu Bitoy texnikalarning baholarini qo'llangancha aytib beramiz. Boshqalar bilan solishtirib ko'ringlar. Video davomida ko'rib borishlaringiz mumkin bo'ladi. Baholari arzonmi, qimmatmi? Xudo xolasa hammasini aytib o'tamiz. Adres Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani, To'rtko'l dehqon bozori. Bozordan to'g'ri kelaverishda svetofor bor. Kommunizm pоворot tarafiga kirib ketaverish. Svetofordan o'tib kelasizda yo'lni o'ng tarafida joylashgan. Bu tarafdan O'zbekiston kolxoz, Shoraxon tarafdan, undan tashqari Sputnik tarafdan, Vishki tarafdan o'tib kelasizda, menda Vishki bor. Vishkidan o'tib kelasizda radar bor, radardan o'tgandan keyin yo'lni chap tarafida joylashgan. Yetib kelsa, xudo xolasa sizlarga baholarni bir qadar tanishtirib o'tamiz. Assalomu alaykum. O'tkara yaxshimisiz? Ahvollaringiz yaxshimi? Farmon yaxshi o'tmisiz? Bir zo'r yangiliklarni qo'yibsiz ekan bir obunachilar uchun. Assalomu alaykum, bizlarni kuzatuvchilar. Sog'misizlar, omonmisizlar? Bizning do'konda xudo xolasa hozir bir chetdan tanishtirib, bir chetdan aytib, iloji boricha ko'p narsalarning bahosini aytishga harakat etamiz. Tanishtirib, lekin bizning do'konda podarki, sadarki degan narsa yo'q. Bizda arzon bahada bo'ladi. Zavod narxida chiqarib beramiz baholarni. Ham hozir ko'pchilik podarki qo'shib beraman, podolka deyinchasini podarki qo'shib beraman, televizor qo'shib beraman bu vaqtdan beri. Lekin u berga ayningdan olib berga yamaydilar. Bizda bunday narsa yo'q. Bizda arzon bahada solishtirib ko'rib kelaverasizlar. Xudo xolasa esa ketdik, video davomida ko'rib boramiz. Avtomat kir mashinalardan boshlaymiz Jamshidga. Avtomat kir mashinalarimiz 3 natib bir ko'rsatma Jamshidda yana. Boshidan oxirigacha. Nechki assortimenti kerak bo'ladigan bo'lsa, hammasidan bor bizda. Pakaza bir dana qo'yib turib, arzon baho aytib turib, klientlarga yandan keyin boshqa narsa aytib, bizda bunday narsa yo'q. Bizda realniy chestni bo'ladi, halol bo'ladi hammasi. Avvalo xudo aytilgan so'zlari hammasini javob beramiz. Vajimizdan sifatini garantiyasi bilan chiroylatib aytib beramiz. Avtomat kir mashinalarimiz eng arzoni boshida ibideyna Zifler kir mashina 8 kilolik. Inverter bo'ladi, 8 kilo bo'ladi. Parovoy funksiyalari bor, yana sistem programmalari bor. Tok, suv, parashok saylamaydi. Puli ina 4.500 so'm bo'lgan. 2.800.000 so'm hozir tushib qo'yibmiz buni bahosini. Ishlar ham kristalli barabon bo'ladi Jamshid. Yana ishlari kristalli bo'ladi. Havo. Dastlabkisi, ustonovkisi ichida bo'ladi. Mutlaqo tekin. Bahosini ustuna hech narsa qo'shilmaydi. 4.500 so'm bo'lgan, 2.800.000 so'm atib beramiz. Eng arzoni shundan boshlaydi bizda. Ibida TCL brendimiz bor yana. Bu ham inverter bo'ladi. Eng full bo'ladi, lyuks varianti. Elde tablolar ham sensorli bo'ladi. Inverter DD motor bo'ladi. DD degan nima bo'ladi? Bez remen bo'ladi. Motorning o'zini qatgan bo'ladi baraboni. Bunday bo'ladi ekan. 2 kat shisha bo'ladi. Oldindan bir, orqadan parovoy funksiyalari bor. Ishlari bular zanglab qolmaydi bularni. Yo'q, bu yerga garantiya beramiz. Parashok, suv saylamaydi. Oddiy parashok borki 5.000 so'm, 10.000 so'm. Salatda yuvib beraveradi. Parashok saylab o'tirmaydi. Kolgonsal kapriz narsa emas. 6.800.000 so'm edi. 4.400.000 so'mga tushirib qo'yibmiz bahosini. 4.400.000 so'm. Ko'pida 6.800.000 so'm deb televizor qo'shib beraman, ya'ni gurung bo'lib yotibdi. Bizda bunday narsa yo'q. Bizda realniy o'zini bahosi 4.400.000 so'm. Kelasizlar 10 dana deysizlarmi, 100 dana deysizlarmi, hammasidan topib beramiz. Avvalo xudo. Ibideyni Immer kompaniyamiz bor, 12 kilolik bo'ladi. Bu 12 kilolik. Havo. Inverter yana hozir toza chiqqan modeli. Ibida BLDS degan funksiyasi bor. Buni o desa ichida generator bor, tok yemaydi. Ekonomik ishlatib beradi. Ko'rish. 3 plus yana bo'ladi. Parovoy funksiyasi bor. Bu ham suv, parashok saylamaydi. Puli 4.500.000 so'm bizda. 12 kilo. 4.500.000 so'mdan bor. 6.5 million so'm sotadi. 2 million so'm baho qaytgan. O'tkara podarklarning baholarini qaytib tashladik. Meni kanalimga aytib kelsa nom qo'shib beradi. Yoddan chiqib ketdi shu. Sizlarning kanalni aytib keladigan muxlislarimizga bir dana do'konning hisobidan
podarik qo'shib beramiz. Zo'rindan bir podarikini qo'shib. Zo'rindan bir podarik beramiz. Bu ne uchun 6.500.000 mingdan ko'pmas? Libo yerni ko'rib kelsin, internetda hamida 6.500.000, 6.800.000, 7 million ham aytib o'tiribdilar. Lekin yanında aytib turibman, podariki bor. Ha, kelsa bizlere shu aytgan podarikisini bizlar ham agar podarikdan zarur bo'ladigan bo'lsa, klientlarimizga qo'shib beramiz shu yerdan. Ya 6.5 Undan yo'q, 6.5 emas, 6 million so'm ham chiqarib beramiz uni. Xalasa televizor deymi, xalasa kir mashin deymi, istaganga qarab. Lekin bizda unday narsa yo'q. 4.500.000 so'mga beramiz. İçi kristalli baraban bo'ladi, 99%. Su poрошок saylamaydi. Keyin ibida LG'miz bor yana. LG'larimizdan birdan emas. Yine 6 kilolikni birinchi turi, 2 yine ketaveradi. Shunday xatari bilan LG. LG, Samsung hammasidan bu. Chisti originali Indoneziya bo'ladi. Parol funksiyasi bor, inverter motor bo'ladi. Ishlar ham kristalli baraban bo'ladi. Chisti originali bo'ladi. Su poрошок saylamaydi. Bu ham DD motor bo'ladi, bezrim ham bo'ladi. Motorni o'zini zavod 10 yil garantiya berib qo'yibdi dedi. 10 yil garantiyasi bor bulara. Bizda 4.400.000 so'm aytib beramiz. Dastavkisi, ustonovkisi mutlaqo tekin. Olib borib uylaringizga qurib berib kelamiz. Bu dastavkisi nelarga bo'ladi? 4 yil bo'ylabmi yo xohlagan 4 yil Xorazm, Qoraqalpoq bo'ylab. Nöksacha yetirib beramiz. Nöksachalik besplatniy bo'ladi. Ha, besplatniy. Shuni olib borib uylarına qo'yib berib kelamiz. Onlayn savdo mavjud. 24 soat alaqadamiz, chiqaveradilar. Xolodilnikdan assortimentlari ina ko'ngina nov yoqadan bo'lsa klientlarimiz hamma turidan bor. Ferri xolodilnikimiz LG kompressor bo'ladi. Puli 5.500.000 so'm. 4.100.000 so'm aytib beramiz yana. Dastavka, ustonovka bor ichida. U aytib o'tirish shart emas. Dastavkasi bor, ustonovkasi bor. Ha. Ustili. Xohlagan rangida bor. Oqi deymi, serisi deymi, qorasi deymi, farqi yo'q. Puli bir xil hammasini. Rangida puli o'zgarmaydi bizda. Endi shivakilarimiz bor yana. Oqi, serisi, qorasi 4 xil rangi bor shivakini. 341 degan modeli. Puli 3.650.000 so'm aytib beramiz yana. 3.650.000 so'm bo'la. Üst tarafı bunday. Bahani boshda bizlarga kelmang bilan hurmatli obunachilar. Libo yerini ko'rib, aylanib, bahasini solishtirib, keyin bizning yanimizga kelinglar. Avvalo Liboyedan arzon aytib beramiz. Gapimizga javob. Endi har kim har turli hozir og'zina kelmagan aytib yotibdi hozir. Mikrofonlabki deydi, birsi ishib melkidan stakandan tortib turib ketaveradi. Patologgacha deyzaman deydi. Bir chiqib turib telefon qo'shaman deydi. Hamma narsa bo'lib yotibdi hozir. Sizlar to'lqa bahani bizada hava. O'sha odamlar ham o'sha jillatib bo'ldi ko'p do'konchilar. Bizada unday narsa yo'q. Realniy savdo etamiz biz. Bu aksiyalar keyin qachongacha bo'lib o'tadi bu? Xudo xolasa, bugun chiqonchasi joy 3-aprel bugun. Bugun 3-aprelni 15 kun qo'yib beramiz. Klientlarimizga. 3-aprel kungacha bo'lib o'tadi. Xudo xolasa shu bahodan bo'ladi, to'g'rimi? Shu bahodan turadi avvalo xudo. Bahoni o'zgartiramiz. Bundan buyondan kutarish niyatimiz yo'q. Iloji boricha tushiramiz yana. Zavod baholarni tushirsa yana tushiraveramiz. Birovlar podarikini qo'shadi-ku ustidan. Baho kutarilishi mumkin boshqa yerlarda. Bizda tushadi naborat. Lekin dastavki, ustonovka ham mavjud, podariki yo'q. Shivakini yana ma'lumotasi bayna 316 degan modeli. Puli 3.400.000 so'm aytib beramiz. 3.400.000 so'm bo'la. Yine işleri. Oqi, seri, qora hamma rasvetchidan bor. Qaysini xolodilnikimizni eng kattasi ichida, ya'ni 2 metr chiqadi deganimiz 7.800.000 so'm aytib beramiz. 7.800.000 so'm bo'ladi. 9.109 satqamiz buni. Yaqinda bahasi tushdi buni havo zavod tarafidan 7.800.000 so'm aytib beramiz. Vozdушный bo'ladi. Keyin ina bu hozir ya ko'pchilik reklama qilib Best'in xolodilnikimiz 10 yil garantiyasi va inverter motor bo'ladi, ina modeli. Buni 12 million, 12,5 million so'mdan o'tibdilar. Necha so'mdan ko'p beramiz bular? Buni 8.800.000 so'm aytib beramiz. 8.800.000 so'mdan. Ha, eng kattasi ina. Best'in. Do'stlar, mana qaranglar, 8.800 ga tushdi bular. İçeride doğru bir koyuna, 2 koyuna tushunib sala beraveradi u. 8.800.000 so'm. Nerje yuka bo'ladi, zenglamaydi, tushirmaydi. Bu kraska emas bu. O'zini daminning rangi nerje yuka bo'ladi. Keyin bir de inverterimiz bor yana. Buni ham ko'r. Bular hammasi bu ham inverter, hammasi inverter bo'ladi. Bular necha so'mdan? Buni 8.300.000 so'm aytib beraman. 8.300.000 so'm. Hammasi 11-12 million so'mdan sotilgan xolodilniklar 8.300.000 so'm qilib beramiz buni. 8.300.000 so'mdan. Keyin yana inverni ozgina
kichikroq varianti, lekin bu katta bir haybat narsa. Bularcha so'mdan. Buni bahosini 7 million 600 ming so'm aytib beraman. 7600 ming so'mga to'g'ri keladi bular. 7 million 600 ming so'mdan beramiz 3 xolodilnikni. Воздушный, no frost, inverter bo'ladi yine. Keyin bu qaysinisimiz bor yine. Montaj shu immerni razmeri bilan bir xil bor. Bular 1.80 bo'y o'xshidang bo'yi. Buna bo'yi 1.80-1.85 chiqadi. Enana katta, enana 70-75 chiqadi bular. Bu qaysinisimizni bahosini ham aytib o'tib ketaman. Ko'psi kallada turmaydi. Buni 6 million 700 ming so'm aytib beraman. 6 million 700 ming so'mdan. Ava. İç tarafında düzüş narsalar ham bayna bemalol ko'rishingiz mumkin bo'ladi. İçinde filtrlari bor, vajni ya balık saliq onu bunu qo'yadigan bo'lsa, vajni isi bergerje urib qolmaydi, filtri bor ichida. Isini tartib olib turadi. Keyin yana bir stiklanlisi bor. 415 dan model. Bulancha so'mdan beramiz. Buni 6 million 450 ming so'm aytib beraman. 6 milyon 450 ming so'mdan qora sveti. Svetlari ko'pmi bularni boshqa? Her tur rengi bor. Nerjevkasi bor, qorasi bor, oqi bor. Xohlagan ko'nglini istagandan top beramiz. Kerak desa ibida 2 eshiklarimiz bor. Ya marazinligi. Ushlagan bular. Ha, marazinligi 2 qavatdan buni tartmalar bo'ladi. Buni pullari 9,5 million so'mdan. Qorasi, nerjevkasi her tur rengi bor. Keyin yine bu sıpa yine 8 milyon 800 ming so'mdan yine. Bularning necha xususiyatlari bor bularning yana? Bu no frost bo'ladi. Metal tech cooling deydi. Yani bu arkasi demir bo'ladi. Tok o'chib qolgan vaqtdan ichini sovuqligini ushlab berib turib biladi. No frost bo'ladi. Tok masaylamaydi. Puli 9 milyon 200 ming so'm yine. 11,5 milyon so'm bo'lgan. 9 milyon 200 az bahası 9 milyon 200 ming so'mga tushgan bahası. Bir de Sevintage kompaniyalarımız var yine Cemşit. Pulu 5 milyon 800 so'm bo'lgan. 4 milyon 100 ming aytib beramiz. İşlerini ham ko'rsang, buni ajoyib narsa bor. Ko'rdi. İç tarafına. Ha. 4 milyon 100 ming so'mdan bular. Ha. Keyin ibida yana bir Shivakimiz bor yine. 345 degan modeli. Pulu hozir aksiya tushib turibdi bu zavod tarafından. Buna pulini 3 milyon 900 ming so'm aytib beramiz. 3 milyon 900 ming 3 milyon 900 ming so'm dastavkisi uyini olib borib qo'yib berganimiz aytganda. Xolodilnikdan assortiment ko'p ekan-a? Ko'p. Bir 150 tur xolodilnik bor bu yerda. 7 qatormi shunday xolodilniklarimiz. Bu yerda yana Sevintage brendini yana bu no frost bor. Inverter motor bo'ladi. Buni bahasi 5 milyon 400 ming so'm aytib beramiz yana bahasi. 6 milyon 800 satılan 6 milyon 800 dan ham sattık, 7 dan ham sattık, 5 milyon 400 ming so'm aytib beramiz. Ebida yana model ham bor. 39W da yine. Pulini ham ko'rsatdi yine. 7 milyon 200, 7 milyon 300 satganmiz, 7,5 ham satganmiz. 5 milyon 900 ming so'm aytib beramiz. No frost bo'ladi bu. Ushlab sovutadigan bo'ladi yine. Marazinlik ham 3 qator bo'ladi. 3 qator marazinlik üst tarafından polkilari ko'p ekan. Keyin bular ichal vaqt garantiya ko'p berasizlar. 3 yil zavod tarafından berilgan garantiyasi bor. Pechat bosib 3 yil garantiyasi bilan beramiz. 1 oy dükanımızın o'zining muddati bor. 1 oyning ichida ishlatib ko'rsin. Agar bir yerda o'ta ichki bo'ladigan bo'lsa, almashtirib beramiz. Shunday almashtirib berasizlar. Shunday yana o'zlarimiz borib, uyini olib kelib, toza xaloq amajini almashtirib beriladi. Shunda bemalol 1 oy sinov muddati bilan beriladigan do'stlar ishlatib ko'rasiz. Agar bir narsa bir ashibkalar chiqsa, borib turib almashtirib bemalol murojaat etaverasizlar. Kelib o'tirish shart emas. Vizitchilarimiz bor, klientlarimiz ekranda telefon nomerlarini ham qoldiramiz. Bemalol telefon etib turib, ma'lumot olsa bo'ladi. Premier kompaniyamiz bo'ladi, Воздушный bo'ladi. 10 milyon 500 ming so'mdan sotilgan. 8 milyon 600 ming so'm aytib beramiz. 8 milyon 600 ming so'mdan. Marazinliklar ham yana endi polkali bo'ladi. 2 qator marazinlik ham. Ham içen metal cooling deb aytiladi yine. Sovuqlikdan tok o'chib qolgan vaqtdan tutib berib biladi. Bular kam tokdan ishim bular. Hava 135 dan 220 gacha ish beradi bular. Tok umuman saylamaydi. Hisense kompaniya bu ham 190 195 chiqadi. Inverter bo'ladi, воздушный bo'ladi, yine ishlari.
Hebat narsa bu. T tarafı 3 polklar ekan, bu taraf ham Ha. 1.95 bo'ladi, to'g'rimi? Ha. 1.95 chiqadi, enini 60 chiqadi. Puluna keladigan bo'lsak, 8 million 200 ming so'm bo'lgan. 6 million 100 ming so'm etib beramiz. Yengaylarimiz uchun, ayol qizlarimiz uchun gaz filtrlarimiz. Bu sezon saylamaydigan narsa bu. Qishin yozin ketaveradi. Buni sezoni yo'q. Gaz filtramiz eng arzoni yine Ferri kompaniyaniki bo'ladi. 1 million 850 ming so'm. Bahasidan boshlab o'taverik. Eng birinchi 4 ko'zli gaz bo'ladi. Duxovkasi ham yuqori pasti gaz bo'ladi. Yana bir zo'r yeri bu Ferri kompaniyada bo'ladi bu narsa. Yuqori ham past ham gaz, отдельный ruchka ikkisini bir vaqtda yoqib biladilar. Ko'p yengaylar keladidan murojaat etadilar. İkisini deydi bir vaqtda yanadoni bormi deydi. Boyini. Ha, buni hozir teni tuzadilar, xolos teni ham ustini ham ikkisini ham bir vaqtda yoqib qo'yadilar. Ava, yuqori pastini ham ikkisini ham bir vaqtda yoqib biladi. Bular keyin spichkamiz, spichkasi bu eng arzoni, spichki bo'lmaydi bunda. Buni kuyurtda yoqib ishlatadilar. Kuyurtda yanadi bu. Ava, kapkak bo'lmaydi bunda. Stiklarning kapkaki bo'lmaydi. Bu eng oddiyroq variant. Lekin sifati zo'r. 3 yil garantiyasi bor bunga ham. Ferri kompaniyaniki bo'ladi. Oqi, korishnevysi, qorasi, har tur rangi bor. Yetaveradi ko'tarilib. Ava, Vesta, Artel, ibideyni ideallarimiz bor yine. Ideallar bular chiqdi. Bularimiz duxovkasi pasti gaz bo'ladi, yuqori tokda ishlaydi. Yuqori tarafi tok. Ava. Gaz balondan ish beradi bular. Prirodniy gazdan ajoyib narsa. Puli 2 million so'm etib beramiz. 2 million 200 dan sotganmiz yine 2 million so'm etib beramiz hozir. Bular 2 million so'm. Ava. Yine misol uchun ishi yo'qchilarimiz Avangard firmaniki bo'ladi. Grill, zajgalki hamma joyi bor ishini. Puli 2 million 500 dan 3 million so'mgacha boradi, firmasına qarab. Firmasına qarab bahasi o'zgaradi. Men lyuksini aytib turibman. Grill, zajgalki hamma joyi bori 2 million 500 dan 3 million so'mgacha bor. 4 ko'zli 60'a 60 bo'ladi razmeri. 2 podnos bo'ladi bularda. Gaz balondan ishi beradi, prirodniydan ishi beradi. Lekin ibida sotib olgan vaqtda meniki gaz balonda aytsalar, o'zlarimiz shu yerda gaz balonini o'zgartirib keyin yuboramiz. O'yina dastlab ketib beramiz. Artel kompaniyaniki bayna 5 ko'zlikni bu lyuks varianti bo'ladi. 5 ko'zli gaz bo'ladi, ustlari cho'yin bo'ladi. Ustam nержавейка bo'ladi yine. Zanglamaydi. Zanglamaydi, o'qilingan bular. Ava. Yine duxovkasi ko'rsatdi. Razmeri milliy 90, milliy 60 bo'ladi. 90'a 60 deb aytiladi. Puli hozir aksiya tushib turibdi. 6 million 800 ming so'm bo'lgan. 5 million 500 ming so'm etib beramiz. 5 million 500 ming. 5 ko'zlarning ichida eng arzoni shu. Lekin o'zi asl bor lekin, to'g'rimi? Ava, hamma o'zi bor. Grill, zajgalki hamma o'zi bor buni. Yine xalosa 6 ko'zlari bor edi. 6 ko'zli 2 to'qlami bular? Ava, bular ideal bular. Toza geldi bular ham zo'r. İdeallar. Ava. Bularning pullari 3 milliondan başlaydı. 3,5 million so'mgacha. Bular eng lyuksi bular. Grill, zajgalki, gaz kontrol hamma joyi, ustlari hammasi cho'yin bo'ladi. Bu yan tarafda yine konditsionerlarimiz kolonniklar bor. 24lik 9 million 900 ming so'mdan başlaydı. Yetaveradi ta 15 million so'mgacha bor. 15 million so'mgacha bo'ladi. Nechalik bular? 24lik bo'ladi. 24 dan ta 100gacha bor kolonniklarimiz. Xohlagan turidan top berasiz. Xohlagan chiller deymi, hammasidan top beramiz. Avvalon so'raganlar avvallarimiz olmaydi. 10 yil garantiyalisi yine. Bular to'lqa sovutami yo qizdiradigan funksiyasi ham bor. İçinde tiyini bor hammasini. Qizdiradigan, sovutadigan. Ertang agar qishda qizdirolmay qoladigan bo'lsa, borib o'zlarimiz besplatdan almashtirib, xohlagan konditsionerini yana o'zgartirib beraveramiz. Husini ham garantiya beramiz. Отдельный pecha turib beramiz unga. Qizdiradi. Konditsionerlarimiz 9likdan boshlaydi ta 24gacha bor yine. Bular Stanley deb aytadi. Stanleylarniki. Ta 9 dan 24gacha. Pullari eng arzoni yine bir yandan başlayık. Yine bir de artellerimiz var yine. En arzanı yine artellerimizni adli variantı bağım kızdırardı, soğutadı. Lekin içinde teni olmaydı. 3 milyon 850 ming so'mdan başladı. Bular 9'lik bular, doğru mu? Yok, bu 12'lik kondisyonerimiz. 12'lik bular. Ava. Az 9'lik bilan 12'likni arası bir 200-300 ming so'm ranjda berib qoldi hozir. 9'likni 12'lik ana yaxshi. 12'lik ana. Endi artelni 10'a yaqin turi bor yine. 1, 2, 3, ana 4 dolu bir yanda bor yine. İbidam artel. Ya ko'pchilik artelni arzon aytadi, kelsa, olaman deb kelsa, buni ham artelning klientlari bor-da. Olaman deb keladigan bo'lsa, yo'q deydi, bundan deydi, yo yomonlab tashlaydilar. Bizda bunday emas. İstegingiz, no istesangiz shu vajin biza top berib bilamiz. Avval xudo. 3 milyon 850 dan yine artelimiz eng arzoni. Shundan boshlaydi, top 7 milyon 7 yine avvallarimiz ham deb deydi yine. Yine
Avalon so'raydi onlara. Ko'pchilik Avalon so'raydi. Ha. 12'liki içinde 2 tane teni bari inverter motor bo'ladi. Hozir bu 2025 nasi versiyasi bu. Avalonning. Toza chiqqan Ava. xiyol. 7200 shunday atrofida chiqadi bahasi. Ko'pchilik ava 6 million so'm deydi, 6 million 200 ming so'm deydi, yana 3 million ya 5 million so'mlik deydi, kupon qo'shib beraman deydi. Bo'lmagan gap. U zavoddan yo'q u 6 million so'm. Shunda o'zini bahasi 7. O'zini bahasi 589 dollar bo'ladi. Shuni hisoblab chiqarib olinglar. Bugungi kurs 12950 dan. 589 dollardan beramiz. Dastlabkisi ustanovkisi bo'ladi ichida. Keyin bir de Immer kompaniyamiz bor yana. Immer bo'ladi. Toshiba kompressor bo'ladi bir de yana. Yozib qo'yibdi. R32 freon bo'ladi. R32 dan no. Bu eng toza freonlardan birisi bo'ladi. Qizdirganda, sovutganda, sovuq vaqtda odamning kallasi og'rib, suyaklari og'riydi-ku. Bu narsa bo'lmaydi bu. R32 da. Yana ichida tiyini bor yana. Дополнительный. Keyin bir de yine DC inverter bo'ladi. Bu inverterdan ham kuchliroq yana. Ishlar ham mis bo'ladi yana, radiatorlari. 2 dana teni bor ichida. Buni pulini 4 million 100 ming so'm etib beramiz yana. 5 million so'm ham sotilgan, 5,5 ham sotdik. 4 million 100 ming so'm dastlabki ustanovki ichida. İB'de Premier kompaniyalarimiz bor yana. Bam 12'lik bo'ladi. Inverter bo'ladi. Motorning 10 yil garantiyasi bor. Отдельный servis 3 yil to'liq kafolati bor. Puli yana 6 million bo'lgan 4 million 800 ming so'm etib beramiz. 4 million 800 ming so'mdan bahasi. 12'lik konditsionerlarimiz o'zi 3 million 800 dan boshlaydi. Ketaveradi tap 7,5 million so'mgacha bor. 12'likni o'zi. 12'likni o'zi. Hava. 18'likimiz ham bor. 18'likimiz 6,5 milliondan boshlaydi. Tap 8,5 gacha bor. Hava. Keyin ana 24'lik yine İB'de Premier kompaniyasi bor yine. 24'lik konditsionerimiz yine 9 million so'm etib beramiz. 9 million 900 ming so'mdan sotilgan. 900 bo'lgan. Men endi 9 ga tushgan bahasini aytib turibman. Golden Fin bo'ladi. Golden Fin degani mis bo'ladi yine. Ish tarafi Fin ham, motor ham mis bo'ladi yine. DC inverter bo'ladi. Qizdirishini ham, sovutishini ham garantiya. Keyin İB'de yine Immer kompaniyamiz bor. 6700 ming so'mlik versiyani biza 5 million 600 ming so'm etib beramiz. 5 million 600 ming so'm ichida bular Wi-Fi ham tutadi o'xshaydi. Hava, bu telefondan o'chirib yoqsang ham bo'laveradi. Uyda Wi-Fi bo'ladigan bo'lsa, telefondan o'zing Toshkentda bo'lasanmi, chetda bo'lsang ham telefondan o'chirib yoqib o'tirsangiz, funksiyasi bor. Smart Life degan funksiyasi bor. Ishdan uyga kelajak vaqtda qo'shib berasiz. Ertaroq muzdek bo'lib turadi yozligini. Ha. R32 freon bo'ladi, Toshiba motor. Bu 18'liki bu. Immenni. 18'liki 5 million 600 ming so'm chiqib turibdi. 5 million 600 ming so'm ekan bular. Bulardan sinov muddati bormi? 1 oy. 1 oy. Hamma o'zi do'kondan non oladigan bo'lsanglar 1 oy sinov muddati bo'ladi. Bu yerda televizorlarimiz yana 32'likdan boshlaydi, tab 100 diagonalgacha bor yana. 100 gacha topiladi hammasi. Xalogan brendindan bor. Tab Arteldan tortib Samsung, LG gacha bor. Zifler, Immer, Shivaki, Toshiba hammasidan bor. Eng arzoni yana yuqorida 32'liklarimiz, razmeri 80 bo'ladi, 32 degani. 1 million 200 dan 1 million 700 gacha. 1 million 700 ming so'macharli bo'ladi. 1 million 200 dan 1 million 700 gacha. Bu yana o'tib ketadigan 43'lik bo'la. 10 bo'ladi razmeri. Yetadigan bor. Tab Arteldan tortib LG, Samsung hammasidan bor. 2 million 200 dan boshlaydi. Smart'i 2 million 200 dan 3 million so'mgacha bor. Keyin İB'de yana boshlaydi 50'liklarimiz. 50 diagonal, razmeri 1.30 bo'ladi. Bu ham yetadi 3,5 million so'mdan boshlaydi. 3,5 million so'mdan tab 4 million 200 gacha bor. Yana bu xatarimiz 75. Bular 75. Hava, 75 diagonal bo'ladi yine. Avalon desa Avalon ham bor yine. Bular 75'likdan bo'ladi. Hava. Buni bahasi 11 million so'm. Avalonlik. 11 million so'm bo'ladi. Hava, 11 million so'mdan boshlaydi Avalonimiz. Bular zashtitnik xilimi ustida Ekranda zashtasi bor. Zashtalari bor bular. Keyin İB'de bor yine Semitechimiz bor. İB'de bor yine Koning firma bor. Volta deyman, Immer, Zifler, LG. İB'de 65'liklarimiz yine. Bor yine Koninglarimiz bor. Bularning bahasi 5 million 700 mingdan boshlaydi. 65'lik televizorlar 5 million 700 ming so'mdan boshlaydi. 9 million so'mgacha bor. 9 millionlik İB'de yine LG deb aytiladi. LG'lar. Hava, чисто original Indoneziya bo'ladi. Yine modellari ko'rsatdinglar. Webos programma bo'ladi. Pultida mishgan bo'ladi. 3 yil garantiyasi bilan beriladi. Hamma televizorlar.
3 yil garantiyasi, Tamam. 1 oy sinov muddati bilan. Keyin trendda chiqqan yerda bir televizor bor, shuni ko'rsatacak. Ya yaqinda ekranni birovlar urib chiqib turibdi, birovlar shisha sindirib turibdi ekranda. Ibida yine Rullus kompaniyamiz yine 65lik bo'ladi. Yine Rebus programma bo'ladi. Apple Store'lar va tab telefonni chiqib bo'lsa, tab shunday deb ishlaydi. Bluetooth'dan ham bor Ha, ekan. yine ekranni zachtasi bor deb yine ko'rsatib. Bular 4K formatda bo'ladi. Keyin ekranda buni отдельный shisha zachtasi bor. Yaxshi ko'rsating qani? Ko'rsatib kedik buni. Yine ekranni urgan vaqtda ko'p televizorlar lipirdak qiladi. Hech narsa aytmaydi. Ha. Bulardan bor yine. Lekin bu buning zachtamisida buni shisha qalyonniy deb aytiladi. Bulardan bor yine. Mana lipirdak edi. Buni puli Rullus trendda chiqqan. Shuni pulini aytib o'tib ketik. Bahasini sindiramiz hozir. Buni pulini 6 million so'm aytib beraman. 6 million so'm. Ha, birovlar 7 dan aytib turibdi, 6,5 dan aytib yotibdilar. Biz 6 million so'm aytib beramiz. Ibida plisoslarimiz bor yine. Plisosimiz yaqinda video chiqarib edik, 480 ming so'mdan boshlaydi deb ibida avvalon to'g'risida o'ktam, ukam shunday ekan, avvalona kelib 480 ming deb aytdinglar deb ko'p tushunmay videoni. 480 ming so'mdan boshlaydi plisoslarimiz. Eng kichkina emin ishi nada bo'ladi, hozir bu yerda yo'q ekan 400 bor, hozir upagovkada. Ushiringli kichiklikda bo'ladi yine. Bu Artelniki. Buni puli 800-850 ming so'm atrofida chiqadi. Assortimenti ko'p. Bir yerda 60-70 xili bor. Yine Avalon desa Avalonlar ham bor yine. 2 million 100, 2 million 200. Qapoq ustidan ochiladi buni. Bu banishni deb aytiladi. Filtrlar. Filtrlar ham bor. Yamoy dökib tashlab yana qisira olasiz. Ha. Moshinasi 2200, yozib qo'yibdi obrotlarni 2200 obrot. Ibida yine Avalonni ko'rib bir turamiz, yine xatar bilan debdi yine. Ichki ko'nglina qaysidan kelsa kerak bo'lsa yine. Yine bu Avalonimizni yine 1 million 600 ming so'm aytib beramiz yine. Chisti originali. 1 million 600 ming. 1 million 600 ming so'm aytib beramiz. 3 yil garantiyasi bilan. Xaltali desa xaltalilar ham yine. Avalon xaltali bo'laydi. Ha, ko'pchilik Avalon so'rab keladi, Avalon bormi deb. Avalonni tur-turidan bor. Artel desa Artel. Boshqa brendlar ham bor. Sirius, Premier, Technomir, Helly, Ario hammasidan bor. Chalakli desa yine chalaklilar ham bor yine. Tur-turidan. Moshi deydilar yine, moshilarimiz ham bor bu yerda. Bularda suvli bo'ladimi? Ha, o'zini g'oliyodan ximikatlar ham bor. Ham pilisos bo'ladi, ham mosh yuvib ham beradi. Puli 2500 ming so'mdan. 2 million 500 ming so'mdan bular. Chalaklilarimiz boshlaydi 1 milliondan boshlaydi, tab 1,5 million so'mgacha ketadi chalakli plisosimiz. Oborotini litrna qarab ketadi. 18 litr. Yine ibida Ferri kompaniyalari va yine 950 ming so'm. 1 million 500 dan sotilgan shular. Duxovkalarimiz bor ibida. Yine assortiment ko'p. Artel deymi, ko'nglina no itimat desa itimatlar ham bor bu yerda ko'rsatali. Itimatlar xil-xilidan turibdi. Bular kattalar o'xshaydi. Nava. Eng arzoni yine ibida 500 ming so'mdan boshlaydi. Bular 500 ming. Artel 32 litr bo'ladi. 3 yil garantiyasi bor. 500 ming so'mdan beramiz yine. Shundan tortadi tab 2-2,5 million so'mgacha bor. 500 ming so'mdan 2,5 million so'mgacha. Ha, duxovkalarimiz turi ko'p. Ibida yine mebelli gazlarimiz yine. Assortimenti ko'p. Shunday ko'rsatib berasan. Sevintage, Artel, hammasidan bor. Rullus, xalagan brendidan bor. Zifir. Bular mebelni ustiga qo'yiladi. Ha. Xohlagan birsini ko'rasizdan olib borib, ustanovkalarni chiqib bularni. Buni mebelni ustasi o'zi ustanovka etadi. Ustanovka ishlab beradi. Keladi, ko'radi, o'shadan upagovkada beramiz. Puli boshlaydi 1 million 200 ming so'mdan boshlaydi, tab 2,5 million so'mgacha bor. Misol uchun inabisi bor yine. Yine 1 million 200 ming so'm. Rullus kompaniyalari bo'ladi, usti stiklanli bo'ladi, ustlari cho'yim bo'ladi. Shu 1 million 200 ming so'm yine. Birlarida gaz kontroli bo'ladi. Endi funksiyasi ko'p aytamiz. Ustlari nerjiyka bo'ladi. 5 gözlari bo'ladi ibida yine 90-60 deganlari bor yine ibida. 1 million 800 ming so'mdan inshaalloh yine. Bundan ham tushib beramiz. Bundan ham bahasi qaytadi. Keyin ibida yine bular bor yine 1,5 million so'mdan. Artel kompaniyaniki. Gaz kontrol eng lyukslari bular. Bir gözlü tok bo'ladi yine. Bir stok, 3 Ha, gaz balondan ishlaydi, prirodniy gazdan ishlab beradi. Duxovkalarimiz bor yine. Assortimenti ko'p. Ha. Bulancha so'mdan boshlanadi. Bu duxovkalarimiz 1,5 million so'm, 1 million 800 ming so'mdan boshlaydi, ta 2,5 million so'mgacha bor. 2,5 million so'm. Hammasi Artel bular, ya boshqa kompaniya ham bormi? Her turi bor. Premier, Artel, Rullus, Zifler hammasidan bor. Yanda yine marazinliklarimiz.
Şimdi assortimentini ko'rsatib başlaydi Jamshid. Bular dükanchilar uchun ham hozir ketadi, baholar bilan birga. Yani endi sezon boshlanayotir. Morojniy, supu satadigan vaqtlar kelayotir, havolar qizib. Ibida vitrinli xolodilniklarimiz yine. Yine ibida Ferri, Clio, Avantgard, keyin 390 litrliklari bor yine bular. 5 milyon 350 ming so'mdan beramiz o'shalarni yine. 390 litr bo'ladi. Ferri kompaniya, Embraco motor, LG kompressor deb aytiladi bu motor. Bular ham tok saylamaydi axir. Tok saylamaydi. Urib deb ishlataveradilar buni. 5 milyon 350 ming so'mdan beramiz. 5 milyon 350 ming so'mdan. Keyin artillerimiz bor, keyin ham tozagan ham nelerimiz bor yine. Yeminli. Ikkila ekan bular. Emaillarimiz bor. Ventilyatorlar bu bular. Ha. Sifatına 3 yıl garanti hammasini. Necha so'mdan bo'ladi emaillar? Bu emaillarimiz 8 milyon atrofında chiqadi. 8 milyon so'm atrofida. Ha. 568 litr. 568 litr bo'ladi sig'imi, 5 shumli bo'ladi. 1 yilina 1351 kilovat tok tortadi. Yilina. 1 yilina bu gadovoy. Hesaplasang bir 150 ming so'm bormaydi yine. Bir de yine dükkanlarımız için yine produktu dükkanlara göğüs deymi, ya hemen salaveradi içine balık deymi. Ziflerniki. Ha. Keyin ibida bor yine marazinliklarimiz. Yine bular yine 3 milyon 300 ming so'mdan başlaydı yine. Arıyor, kepelek deb aytiladi. Yine işleri. Üst shishali, sepkilari bor, narsalari bor. Xalamalar uchun baga bu kapalakni xalamasi ibida imli sandiqli varianti bor. Ini. Buni ham shu bahodan beramiz. Bu ham 3 milyon 300 ming so'm. Ha. Bular ne? Qaysi? Bu Avantgard kompaniyaniki bo'ladi. Mana puli 3 milyon 700 ming so'm. Bular 3 milyon 700 ming so'm. Ha. Yani Shivakini muxlislari bu o'zi. Yine Shivaki desa Shivaki xatar bilan her turi bor. Kapalak deymi? Yine misol uchun ishini yine 4 milyon 100 ming so'm etib beramiz yine. Bahasini ham aytib o'tib kedik. Aytmadan ko'psini deb aytib o'tirmasinlar. Bular 4 milyon 100 ming so'mdan. 4 milyon 100 ming so'mdan beramiz. Yine modeli ma'lumot uchun ko'rsatib o'tib ket. 130 degani 250 litr bo'ladi yine. 5 shumli bo'ladi. İçine sig'imi 250 litr ekan. 250 litr deb aytiladi. 4 milyon 100 ming so'm. Yine qassoblarimiz uchun, produkt dükanlarımız uchun yine Bularning katta qo'y. Ha. 1 tonnacha bor marazinliklarimiz. Go'shtini ishlarni. Ikkili. Puli 12,5 milyon so'm bo'lgan. 888 litr bo'ladi. Qashi 900 litr bo'ladi. 9 milyon 800 ming so'm etib beramiz. 9 milyon 800 ming so'm. Ikki tur rejimda ishlaydi. Ham marazinlik bo'ladi, ham xolodilnik bo'lib ishlab beradi. Ha, ikki tur. Xalasa dongdirib, zarangat, muzlaydigan funksiyasini qo'yadi. Xalasa xolodilnik bo'lib, medlenni normal saqlab turaveradi. Moskvalarimiz bor ibida yine. Yine bular. Bu sal kichikroq ekan bular. Bular 7 milyon so'm atrofida chiqadi. 7 milyon so'm. Ava. Keyin sizda tolka nalichimiya bo'lmasa bo'lib to'lash xizmatlari ham mavjudmi? Bizda naqd, plastik, keyin bo'lib to'lash uchun отдельный bankdan xodimlarimiz bor. Bankdan bolalar kelib o'tiribdi. 3 yil, 1 yil, 2 yil, 3 oydan tortib 3 yilgacha bor. O'shaning o'zida masalan shunday bitoy texnikalarni xarid qilib olsalar, kerak bo'ladi pasport bilan plastik, to'g'rimi? Ha. Keyin shodan muddatli to'lova olib ketishlari mumkin bo'ladi. Ha. Reysga bolalar ibida limitini ko'radi-da, sirasi shuda 5 minut ichida ishi bitadi. Lekin bu bizlarning aytib turgan baholarimiz bizda naqd baho aytiladi. Bu naqd baho. Ustuna plastik bo'lsin, peressiya etib beramiz, shu bahoda beramiz. Muddatli to'lov bo'ladigan bo'lsa, bolalar o'zi oylikini chiqarib beradi ibida. Ozgina ranchasi bo'ladi. Farq etadi. Ko'pchilik va chaqirib o'tiribdi, yo'q deydi, bizda dedi, shu baho beramiz deydi, shu baho o'zgarmaydi deydi. Kelsa boshqa narsa bo'ladi. Mikroonloklarimizni turidim ko'p yana yo'stayib shuni o'taverasan. Bularimiz 900 ming so'mdan boshlaydi. Bular 900 ming so'mdan. 900 dan boshlaydi, 2 million so'mgacha boradi. Keyin ibida bir bu xolodilnikimiz bor. Ya kichikroq, duhkaminli, arzon bo'lsin deydi ular uchun. 3 milyon 400, 3,5 satilgan ham narsa. Ko'p magazinda 3,5 milyon so'm, 3 milyon 400 dan o'tiribdi. O'zlarimiz ham shu bahorda 2 milyon 650 ming so'm etib beramiz. 2 milyon 650 ming so'm. Inmer kompaniyasi 3 yil garantiyasi bilan. 160 litr xolodilniki bo'ladi, 50 litr marazinliki bo'ladi. Ishlarni bir ko'rsatib o'tib keting.
Bir damchi suv ertang tok o'chib qolib, bizda tok ko'p o'chadi, tez o'chib turadi. Kolxoz yerlarida dim o'chadi. Bir damchi suv ichidan nonona hech o'zi oqmaydi. Orqasida idisha o'zi oqib chiqib ketadi. Suv chiqib ketadi ichidan o'zi. U past tarafdan ham suv chiqib ketadi. Xalagan rangidan beramiz. Shu xolodilniklarimiz boshida 2 million 650 dan tortib to 3 million so'mgacha bor. Kimga nechik brend kerak bo'ladigan bo'lsa, gelsin, ko'rsin, aytgan vajini hisoblab, qo'llangancha tushirib aytib beramiz. Hurmatli kuzatuvchilar, like bosib, qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar, xudo xolasa. Kamchiliklar uchun oldindan uzr so'raymiz. Mana hali birinchi marta video chiqishim. Xato kamchiliklar uchun hali uzr so'raymiz. Xudo xolasa düzlashtiramiz bu yerni. Xudo xolasa do'stlar, 4 kun narx-navo kanalidan ko'rib keldim desanglar, xudo xolasa sizlarga ajoyibundan bir podariklarni ko'p beradilar. Nasib etsa. Bu aksiyamiz ertangdan 4-aprel kunidan boshlanadi. Xudo xolasa 18-aprel kunigacha bo'lib o'tadi nasib etsa. Inshaalloh. Hammangiz shuda kutib qolamiz. O'ktam Texnoda xudo xolasa kelib turib bemalol xarid qilishlaringiz mumkin bo'ladi. Alanga katta rahmat ma'lumotlar uchun. Mana O'ktam Texno bitoy texnikani xohlagan turini shudan kelib xarid qilishlaringiz mumkin bo'ladi. Adres Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani. Bu tarafdan Sputnik tarafdan, O'zbekiston kolxoz Sho'raxon tarafdan kelasizlar. Ishki bor. Ishkidan kelaverishda radarda o'tasiz, yo'lning chap tarafida joylashgan. Bundan tashqari bu ham tarafda To'rtko'l dehqon bozori bor. Bozor tarafdan kelaverishda yo'lning o'ng tarafida joylashgan. O'ktam Texnoda yozilib turibdi, bemalol kelib turib, shuna xarid qilishlaringiz mumkin bo'ladi. Telefon nomerlari ishlab turibdi, bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin bo'ladi. Yetkazgan vaqtingizda rozi bo'ling, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sizlar bilan To'rtko'l narx-navo kanali bo'ldi.